Mana buni xushxabar desa bo'ladi. Xullas, faxshni targ'ib qiladigan bitta ma'naviy jinoyatchi Unstiyaga qamalibdi. Aslida bunaqalar uchun bu ham kam, lekin boshlanishiga bo'laveradi. Boshqa mana shunaqa faxshni targ'ib qiluvchi ma'naviy jinoyatchilarga bu signal bo'lishi kerak. Biz senlarga qarshi urush e'lon qilganmiz. Bu shunday urushki, u qon to'kishdan yoki kuch ishlatishdan iborat emas, aksincha, sendaqa huquqbuzarlarni qonun oldida javob berdirishdan iborat. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda 100 dan ziyod holatlarda mana shunaqa faxsh targ'ibotchilarni qonun oldida javobgarlikka torttirishga erishdik va davlatning hisobiga 100 millionlab foyda keltirdik. Bu bilan o'zimni faxrlantirib ko'rsatmoqchi yoki hayb qilmoqchi, mashhurlikka erishmoqchi emasman. Senlarga yana bir marta ogohlantirish bermoqchiman. Hoziroq ko'zlaringni ochlaring va hoziroq bunaqa faxsh targ'ibotlaringni bas qillaring. Men O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari zaxirasidagi mayori senlarni yana bir bor ogohlantiraman. Toki senlar faxsh targ'ibotini to'xtatmas ekansanlar, bizlar ham senlarga qarshi urushimizni va mujodalamizni hech qachon to'xtatmaymiz. Vatan omon bo'lsin.